Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Yozyovon tumaniga shunaqa eshik rom olib kelib qo'yib berganmiz. Shunaqa romdan ikkita, bu ikki qanotli eshikdan bitta, bir qanotli eshikdan bitta bo'lgan. Shuni ochilib yopilishini bitta ko'rsatib o'taman mana. Juda ham yengil chiqqan. Xo'p, romimiz xuddi shunaqa romdan ikkita bo'lgan. Ochilish yopilishini ham bugun ichkari ko'rsatib, ichkari kirib ko'rsataman. Eshigi ham tay arkafon bo'lgan, aynagi gulli bo'lgan. Bir qavatli bo'lgan, romda aynaklari ikki qavat bo'lgan. Xo'p, buni ham mana akkuratni ochilib yopiladi. Xo'p, eshikda bu eshik romlari ichkaridan ko'rinishi. Romga shunaqa yechim qilganmiz. Yonga ochiladi. Bu plastmassaga odatda ko'proq plastmassaga ishlatilardi. Temir mexanizmli bo'ladi. Ruchkasi shunaqa chirqlaydigan bo'lib, chotki ochilib yopiladi. Mahkam shu edi, shunaqa podogonniylarni kakpalojni qo'yib, kirish lakalarigacha taqib berganmiz, penalarini akkuratni qilib sepib berganmiz. Xuddi shunaqa fortichkadan 2 dona bo'lgan. Va bu eshik romlarimiz ikkita shunaqa rom, ikkita eshik, ikkita fortichka klientimizga 6.200.000 so'mga tushdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'yicha xizmatdamiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.